Mana 2026-yildagi eng premium tunuka fonlarimizdan birini qilib tugatdik. Bu ishimiz Samarqand viloyati Jonboy tumani Tut mahallasida, mana yo'l bo'yida G'iyos akami xonadonida qilib berdik mana. Ko'ringlar. Bu ishimizni mokriy oq va tunukalarni kombinatsiya qilgan holatda ko'cha tomoni, darvoza xonasi, ichkari shapka, yon ayvoni va narigi tomonlarini juda chiroyli holatda qilib berdik. Bu ishimizni materialini 15 kunda tayyorladik, 10 kunda polniy ustanovka qilib chiqardik. 900 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik bu yerga. 1 kvadrati xonadonimizga 180 ming so'mdan qilib berdik. Materiali 04 va mana bu bleskli materialda. Mana bu chekadagi naqshlarni esa 25 dollardan 1 kvadratini qilib berganmiz. Bular chisti qora nержавейка. Endi mana shu katta darvozaxonasiga, darvozaxonasini endi mana bu joydan mana bu joygacha 8 metr. Mana bu joydan mana bu joygacha ham 8 metr. Shu joyga shu fasonni juda chiroyli holatda qilib mana o'zimizni ishimizni nihoyasiga yetkazyapmiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli holatda bo'lgan mana bu burchaklari, mana bu joylari, mana bu joylari, mana bu joylari juda ideal holatda qilib berdik. Uyda esa yotoq joy, yemoq, ichmoq va kabel lampochkalarini va lesalarini olib berdi. Biz qolganini mana shu tunuka fondi barcha lekin olib kelish, olib tushishlari ichida juda chiroyli holatda mana qilib tugatib ketyapmiz. Endi ichkari shapkasi ham ashi burchakdan mana shu burchakgacha qilingan. Ko'cha tomoni ham ashi burchakdan mana shu burchakgacha qilingan. Xudo xolasa ishimizni ko'ribdi, baho berib berasizlar. Juda chiroyli holatda qilib bitkazib chiqaryapmiz. Mana bu ichki burchaklarni ham zo'r qildik va mana bu 4 ga 4 darvozaxonasi va mana bu 336 ga 33 metr ayvonchalarini ham juda chiroyli holatda tunuka fon qilib berganmiz. Qaranglar, mana bu chetlari, o'rtalari zamonaviy bo'lib tovlanib turibdi. 2026-yilda mana shunaqa tunuka fon qildirsanglar, juda chiroyli holatda bo'ladi. Endi remontdan keyin mana bu shovoq, burchakka tosh-posh, so'kinlarni yopishtirsa, xudo xolasa bir-biriga passivetka bo'lib, cho'tki holatda bo'lib bitadi. Xizmatlarimiz West O'zbekiston bo'ylab pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Kataloglar tashlab beraman, joylaringlar tashlasanglar, borib ko'rib qilib beraveramiz. Hozir bu ishimiz Samarqandda. Samarqandda biz 4 yildan beri ishlaymiz o'zi. O'zi Andijondamiz. Andijonda ham ish qilamiz, Toshkentda ham, Samarqand, Voha, Guliston, Jizzax farqi yo'q. Buxoromi, Surxondaryo. Faqat ob'yominglar kattaroq bo'lsa, bizni qoplasa kelib qilib beramiz. Chunki buni borib keldi xarajati uzoq joy, yaqin joydan kelmaydi. O'shaning uchun shunaqa xarajatlari qo'shiladi. Endi mana bu joylariga bir qarang. Mana bu joylarini ham juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Mana, xudo xolasa mana bu g'ishtlar buzilib boshqa bo'lgandan keyin masalan juda chiroyli bo'lib bitadi. Mana bu joylarini ham, mana bu taraflarini ham qilib berdik. Kimda kim tunuka fon xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi ish ko'rinishi shu. Bundan arzonroq tunuka fonlar ham bor. 140-150 ming so'mdan. Lekin bunaqa ko'rinishni bermaydi. Bu puliga yarasha ish bo'lgan bu yerda chiroyli holatda bitkazib berib chiqaryapmiz mana. Uyda aeroport holati. Endi xudo xolasa bu yog'i bitgandan keyin yanada chiroyli holatda bu bitib ketadi. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar endi.